Bu olifta kim edi? Ishqalab mashinaga qishma qilmadim. Tinchlikmi bolalar? Sendan so'rash kerak. Urganingda nima bo'lardi? Yo'q, bolalar, men bu yerga mehmon kelganman. Birinchi kundan urish niyatim yo'q. Mendan o'tgan bo'lsa uzr. Uzr? Odamni ham sharmanda qilding, Suyun. Endi kim edi bu otasining o'g'li? Bilmayman. Kimdir Toshkentlik qarindosh bo'lsa kerak-da. Mashinaga nima qilmadimi? Allo. Ha, aka. Ko'chada edim. Nima? Vazelin so'rayapti. Vasilin? Allo. Ha, hozir olib boraman aka. Botir. Vazelin olib keldingmi? Ha? 3li tuflimni olib chiq. Nimaga aka? To'yim bor. Muncha ko'p savol berding, bor. Ha, to'yizmi? Hozir. Mashinani haydamadingmi?